Go'zal usulida ma'lum og'irlikdagi sovuq namuna konsentrlangan sulfat kislota yordamida va maxsus uzun bo'yinli ketel kolbasi qizdiriladi. Avval kolbaga konsentrlangan sulfat kislota solinadi va so'ng uning mis sulfat qo'shiladi. Keyin aralashma tiniq eritma hosil bo'lguncha qizdiriladi. Eritma tiniqlashgandan keyin u boshqa idishga o'tkaziladi va ortiqcha miqdordagi natriy gidroksid bilan ishlov beriladi. Natijada ajralib chiqqan amak haydab olinadi va ma'lum hajmdagi standart kislota eritmasiga yutiladi. Ishlatilmay qolgan kislota miqdori esa standart natriy gidroksid eritmasi bilan qayta titrlash usuli orqali aniqlanadi.